soatda 100 kun bu 30 soatga teng. Agar hisoblab ko'ring, 1000 kun Minecraftda necha soatga teng? Va men bugun Minecraftda xalqqa adashib qolmoqchiman. Va bu juda ham qiyin bo'ladi. Birinchi spawn yaxshi bo'ldi. Menga yoqyapti, juda ham ajoyib tekis. Endi birinchi o'rinda qishloq topish kerak. Obunachilar, men уже qishloq ham topdim. Mana qarang, ajoyib joylar. Va bu yerdan non ajoyib. Menga juda hammasi kerak. Bunga hali juda ham ko'p kerak bo'ladi. Xo'sh, nonni olish kerak. Va o'zimga turli xil narsalar yasab oldim. Va albatta bular menga kerak bo'ladi, lekin bu qishloqda ko'p narsa yo'q ekan. Lava ko'li. Men lava ko'lni yaxshi ko'raman. Hozir kerak emas, lekin sal keyinroq kerak. Yana bitta qishloq, juda ham yaqin joyda. Mayli, bu juda ham yaxshi. Vau. Endi esa yomg'ir yog'yapti. Bu yomg'ir yog'ayotgan payt juda ham ho'l bo'ladi, lekin bu yerda yaxshi ekan. Mayli, men ketyapman. Bu qishloq menga yoqdi va yaxshigina kuchayib oldim. Ishqilib zombilar spawn bo'lmasa bas. Xo'sh, bu yerda menga daraxt ko'proq kerak. Ana bu birinchi spawn bo'lgan joyimdan yasab olaman. Va men nihoyat yetib keldim. Endi bu yerga daraxtlarni ekib alohida joy qilish kerak. Oldin narsalarni qo'yib olaman, keyin esa qolgan narsalarni unutib olaman. Xo'sh, birinchi yog'och kerak bo'ladi bu yoqqa. 4ta sandiq yetadi. Va men hozir bu yerda pechka uchun pechka uchun anaqa qilmoqchiman. Narsalarni pishirib olish uchun albatta juda ham ko'p kerak bo'ladi menga. Va buni bo'ldim. Endi bu go'sht bu yerga, bu mis esa bu yerga. Yaxshiyam mis topganim. Xo'sh. Endi narsalar sekin-asta qo'shib boshlayman. To'g'ri oldin birinchi qo'yib olishim kerak. 1, 2 va 3. Har bir ko'p jitirlar kelib, bunaqa savdolashaman. Non urug'lari bu kerak emas, bu tursin. Kerak emas, non turish kerak emas, keraksiz, bitinga qimmat. Bu yoqqa. Sen bittasi o'zimga otni unutib haydab yuraman. Bu yerda juda ham ko'p musulkalar bor ekan. Mayli, bular menga hali ko'p kerak bo'ladi. Xo'sh, bu keraksiz. Ko'mirim kerak emas. Bu yoqqa o'tish kerak va bunday. Bu yer juda ham yaxshi bo'ldi. Yaxshi sartoflagandi. Endi bu yerga bitta ko'mir. Bu yerga ham bitta ko'mir. Mayli. Xo'sh. Endi bularni o'lib ovqat qilish kerak. Endi bu yerda yaxshi. Yaxshisi men o'zimga ot yaqin atrof topib qilishim kerak. Ot o'rgatishim kerak. Mana ot topildi. Xo'sh. Bunga egar kerak-ku, qalqonmas. Xo'sh, endi egarini ham tashlash kerak. Qani endi. Kakos bitta temir va albatta jun. Jun kerak bo'ladi. Xo'sh, endi ana crafti juda ham oson. Endi men haqiqatda bu ot achmasa juda ham tez yurish kerak edi. Esimda oldingi yoshligimda o'ynagan paytimda bu ot juda ham tez yuradi. Xo'sh. Aniq bilaman, uzoq joylarga ham bemasafar qila olaman bu otda. Endi-chi sekin yuryapti nimaga? Nimaga sekin bu ot? Mayli, bu yerda shaxta ham bor ekan. Shaxtaga tushib olish qiyin. Oldin misda aslahalar yasash kerak, hadyabi. Yo'q, boshqacha yo'lda kuchayish kerak o'zi. Mayli, men bu yerga kelmayman.
tajovuz qilsa bo'lishi kerak, tema qilish. Bu desa judayam sekin ekan. Toshbaqa sakrashi, bo'laveradi sakrash. Juda kuchli emas, lekin ko'rib o'tolmaydigan bu ot. Mayli endi bitta nayzasi bo'lishi kerak endi. Xo'sh. Va men hozir konga kelib ketmoqchiman. Shu yaqin atrofda kon bo'lsa, kichkina koncha. Yaxshi. Bunachilar men qishloqda bo'lgandim. Bu yer judayam yaxshi. Yaqin atrofda 100% bilaman qishloq bor. Shunga topish kerak. Qishloq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yana ozgina narsa to'plab olgan bo'larmidim. Bu judayam yaxshi. Mana shu qishloq, jitil. Zombi jitil mana senga. Bu judayam yomon. Bu yerga ko'mir kerak. Menga ko'mir. Ko'mirni aytib ko'rgandimki, olmagandim ekkanimdan. Xo'sh, mana ko'mir. Ozgina ko'mir, ko'rasizlarmi? Ozgina. Judayam ozgina. Bu judayam ozgina ekan. Ahmoq, judayam ko'p edi ekan. Mayli endi. Menga hozir ko'proq taxta kerak. Uy qurishim kerak hali. Uy qurishim unchalik shart emas. Birinchi o'rinda aslaha yasasam, keyin quraman. Yaxshi. Menga hech narsa bo'lgani yo'q. Endi sekin astalik bilan. Bo'ldi. 1, 2. Ko'mir kerak. Bo'ldi, ko'mir ham oldim. Endi esa qani? Nimaga bu? Mis aloqasi, bunda alohida modim bor-ku. Misda ham sindirgan juda. G'alati. Menga hozir crafting table kerak. Yana boshqa yasashim kerak. Bitta unaqa qilgan bo'lsa kerak. O'shib yasadim. Endi bu yerga qani xil simmatga bo'ldi. Yana bitta uda va bo'ldi. 0 ta qoldi. Bo'ldi, bu sindishi. Buni berk o'rnatib olaman. Bo'ldi, endi bu juda ham xavfli. Juda ham xavfli. Men qo'rqaman bunaqa g'ovlardan. Xullas, obunachilar, men konga tushgandim. O'lib qoldim bir amallab. Bu video sizlarga yoqmagan bo'lsa kerak, chunki o'lib qoldim. Qancha temir topgandim. Hammasiga jodugarda men qalqon yasab, qalqon to'sgandim. Afsuski bu ish bermadi. Mana juda ham afsusdaman, lekin keyingi safargi videoda albatta men ajoyib modlar qo'shaman. Mana xuddi mana shu setda 2012-setda. Menga yoqqan set, bu yerda 3 ta qishloq topdim. Va bu yerda menga juda ham tekis ekan va men bu yerga yaxshigina joylar qursam bo'ladi. Videoga like bosishni unutmang. Va kanalga obuna bo'ling. Men hali xat ko'rdim, 1000 kun yashamasdan qolmayman.